Do'stlar, assalomu alaykum. Videoni oxirigacha ko'rishdan oldin birinchi like bosib qo'yavering. Xuddi shu videoni siz internetda sizga kimdir qanaqa giloslaring bor deganda so'raganingizda tashlab bergan videodagi rasmga o'xshamasa like bosmang. Agar o'xshasa bitta like bosing. Qani ko'raylikchi nechta odam xuddi shu rasmni ko'rgan ekan. Mevaga baho bering. Olganiga baho bering. Mana e'tibor bering. Gilos O'zbekistonda o'zimizda chetda bo'lgan. Gilos navi Lapens bo'ladi. 100% o'zini o'zi changlatadi. Joy tanlamas deb doim aytaman. Joy tanlamas sortlardan, gilos sortlaridan bittasi mana shu bo'ladi. Lapens gilosi o'zini o'zi changlatadi. O'zini o'zi changlatib to'xtamasdan qolgan barcha giloslarda ham changlatiladi. Qo'shag'i deyarli umuman kuzatilmaydi. E'tibor beringlar. Mana qo'shaq umuman yo'q. Gilos qattiq, eksportga yaroqli. Pishish vaqti valovoy gilosi bilan teng, hududlarga qarab valovoy gilosdan keyin bo'lib qolishi ham bo'lishi mumkin, chunki ba'zi joylarda keyin bo'lyapti. Asosan tog'li rayonlarda yaxshi effekt beradi, chunki -2 darajagacha bo'lgan havo, sovuq havoda o'z gullarini yaxshi nazorat qila oladi. Buni ekiladigan joylari zominga yoki Parkent, So'qoq, Angren tog'lariga ekilsa nihoyatda yaxshi effekt beradi, chunki u tomonlarda gilos yo'q bo'lgani uchun ularda o'zlarining ichki bozorida ham gilos narxi baland bo'ladi. Do'stlar, e'tibor berib ko'ringlar, giloslar juda ham serhosil. Mana hosiliga baho bering. Hosilini yetiltiradi. Buni xudo xolasa kuzgi mavsum uchun ko'chatlarni yechtirib qo'yganmiz. Zakaz qilish uchun 94 139 33 39 telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib bog'lanasizlar. Lapens gilosi hozir me'yorqali yeb mazasiga baho beramiz do'stlar. Bismillahirrohmanirrohim. Gilos lekin qilish bo'yicha chempion giloslardan gektari 20 tonnadan oshiq meva beradi. Bismillahirrohmanirrohim. Ichi ham qizil, qizaradi, qorayadi, qora qizil rangga kiradi. Mazasi shirin. Eksportga yaraydi. Qo'rqmasdan tog'li rayonlarga ishlashni maslahat beraman. Video yoqayotgan bo'lsa like bosamiz do'stlar. Giloslarga обязательно like. Mana olgan hosili bitta shoxini shuna olib qo'yapti, qolgan shoxlarni ham ko'rsating deb. Ko'p joyda shunaqa so'roq savollar bo'lyapti. E'tibor berib ko'ringlar mana. Olishiga baho beringlar. Juda ham serhosil mana. Yana 28 plus, 26 28 plus. Bu tomonlarni ham ko'rsataylik mana. Olgan mevasiga baho beringlar do'stlar mana. Mana. Bu olgan qarang. Barini mana. Lekin bu gilosni ekkanda обязательно xohlaysizmi, xohlamaysizmi, agar gilosni yaxshi tushunmaydigan bo'lsangiz, agronomlik maslahatidan foydalanishingizni maslahat beraman, chunki o'zini o'zi changlatadigan navlarda agronom maslahati kerak bo'ladi. Chunki mevani nazorat qilish bu eksport jarayonini oshirish yoki eksportni tushirib yuborish natijasiga olib keladi. Olganiga baho beringlar mana. Hamma shoxida birdek quyib olgan. Qaysi shoxda ko'rishdan qat'iy nazar hammasining shoxi yaxshi 28 kilosda mana. Hosili juda ham ko'p mana. E'tibor berib ko'ringlar. Hammasi birdek ko'p qiladi. Do'stlar, bizni kuzatishda davom etasizlar. Mana bu tomonlar daji o'ta yirik bo'lgan 30 kalibrgacha borgan mevalari ham mana. Mana shular 30 kalibrda. Mana. Sog' salomat bo'lasizlar do'stlar. Mevalarga baho beringlar. Mana bu tomonlar 30, bemalol 30 kalibrda beraveradi. Meva nazoratida xudo xolasa agronomlik maslahatdan foydalansalaring, inshaalloh xuddi sizlarda ham xuddi shunaqa natija beradi. Agar agronom maslahatini kerak bo'lmaydi bizga deydigan bo'lsangiz, mana holat bo'ladi mana. Ko'ringlar mana. 7-8 yoshlik Lapens daraxti ko'p olganidan taxminan 20-25 kilo yuki bor mana, sinib ketgan. Do'stlar, sog' salomat bo'lasizlar, bizni kuzatishda davom etasizlar.